Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz kuzatuvchilar, bugun mana nasib etsa oxirlarimizda qo'yish jarayonlari ketyapti. Nasib etsa mana oxirimizda mana bunisi suv ichadigan joyi, bu ovqat yeydigan joylari. Shunga ketilgan mana bunaqa zazor joylarida eshik qo'yiladi. Nasib etsa mana shu joylarda qolgan joylar mana oxirimiz yemi. Shunday oxirimiz nasib etsa svarkalanib, bokslarimiz ham mana shu o'rtalaridan bo'linib eshiklar qo'yiladi. Hamma joyida mana bu yerdan nasib etsa mana suv ichadigan joylari ham birdaniga qilinyapti. Nasib etsa kuzatishda davom etinglar. Hali qurilishimiz jarayonida, hali tugagani yo'q. Nasib etsa tugash arafasida tez kunlarda inshaalloh sizlarga obzor qilib beramiz. Bugun mana oxirlarimiz yasaldi, mana aka boshlandi oxirlarimiz qo'yilishi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman.